urg'uni asosiy 90-100% tizzaga qilingan, lekin bu belga hech kim qaramagan. 5 yil bo'ldi lechin olayotganingizga. Endi mana hozir o'zinglarimiz bo'yicha, bizni o'zingizning xulosasi bo'yicha men kasallik topolmadim deyapti o'zingizcha. Lekin tizza bo'g'imiga lechin olyapsiz hozirgi kunda 5 yildan qanaqasi. Endi meni fikrim aynan ana shu soningizdagi bo'layotgan og'riqqa sabab mana 4-bel umurtqasiga bog'liq bo'lyapti ekan. Ya'ni 4-5 bel umurtqangiz orasidagi umurtqalar aro diskimiz bunga o'xshab chiqib qolgan. Asosiy kasallikning negizi bel bo'lyapti ekan, o'sha soningizga og'riq beryapti ekan. Endi urg'uni asosiy 90-100% tizzaga qilingan, lekin bu belga hech kim qaramagan. Endi hozir belni bitta tomografiya qilamiz. Rentgen qilinmaydi, bitta tomografiya qilib ko'rgandan keyin oxirgi xulosani beraman. Endi Zora endi ataylar Namangandan kelganman, axir Namangandan kelibsizlar. Bizda shifo topib ketsa xursand bo'lamiz. Shunaqa mendan ham shunaqa o'sha yerda davo topib tuzalgan ekan. O'sha orqali topib Instagramga Bo'ldi. Ayol kishi olib tursa, hali uyingizda hech narsa tatmaydi-da. Hali har betim og'riyapti, betim og'riyapti desangiz to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun 100% diagnozni qo'yishimiz kerak. Sen yuragim shu yerda ekan bu hozirgacha. Ha. Yomon og'riyapti, faqat shetim og'riyapti. Boshqa qon tahlillari kerak emas ekan. Sababi qon tahlili bo'yicha muammo chiqmayapti ekan. Na revmatologik tomonlama kasal ekansiz, na boshqa tomonlama. Chunki mana aytilyaptiki, tajribadan kelib chiqib, agarda bemorga to'g'ri diagnoz qo'yilsa, o'zi 2 kun muolaja olgandan keyin o'zi bilinadi. O'zi bemorning ko'ngli sezib qoladi.